Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun mana uy sharoitida qanday qilib valgusni deformatsiya, vagusni deformatsiya, X-obrazniy, O-obrazniy, yassi oyoqlik, shu bilan birgalikda Dushen kasalligi bilan kasallangan bolalar uchun uy sharoitidagi mashqlarni o'rgatamiz. Bolada ko'rsatamiz, chunki sizni bolangizda ham xuddi shunaqa mashqlar, shunaqa ketma-ketlikda qilinishi kerak. Kuzatishda davom eting. Birin-ketinlik bilan videolarni ko'rsatib boramiz. Birinchi o'rinda oyog'ini tagiga qattiq mana bunaqa jism topib olamiz. Bu aynan shunaqa narsa bo'lishi shart emas, uy sharoitida topilgan narsadan ham qilsa bo'ladi. Bolamizni oyoqlarini ozgina orqaroqqa chiqarib olamiz. Orqaroqqa. Endi ko'taramiz oyoqlarimizni, ko'tar buni. 1 2 3 4. Bu asosan boldir mushaklarini chiniqtiradi. Shu bilan birgalikda oyoqdagi valgusni deformatsiyalarga yordam beradi. Endigi mashqimiz asosan oyoqlarimizda O-obrazniy va X-obrazniy ko'rinishdagi bolalar uchun juda muhim. Bunda ham bunaqa bo'lishi shart emas. Oddiy jism bo'lsa bo'ldi. Bizga asosan son mushaklari, boldir mushaklarini chiniqtirishimiz uchun chiqamiz, tushamiz, orqaga tushamiz, yana chiqamiz. Har bitta mashqimizni sekin astalik bilan tush, kamida 5-6 ta qaytariq bilan qilishimiz kerak. Har kuni shug'ullantirsangiz, bolangizning oyoqlari baquvvat bo'ladi. Shu bilan birgalikda X-obrazniy, O-obrazniysidan umuman muammo qolmaydi. Bu uchinchi mashqimiz asosan to'piqdan muammosi borlar, valgusniy, vagusniy deformatsiya, shu bilan birgalikda yassi oyoq bolalarimizda juda ham zo'r rezultatli mashqlarimizdan bittasi. Bu mashqni muntazam qilib yursa bo'ladi. Bularni sport tovarlarida bemalol topsangiz bo'ladi. Agar o'rniga baklashkadan ham foydalansangiz bo'ladi. Bu 4-mashqimiz asosan oyog'ini tagida yassi oyoq hozirda juda ko'p muammolarga sabab bo'ladi. Agar yassi oyoq davolanmasa, qat-qomat buzilishlari, chanoq sohasida qiyshayishlar yuzaga keladi. Bu mashqlarimiz hammasi bolalar qiziqib qiladigan mashqlar. Telefondan ajratmoqchi bo'lsangiz, gadjetlardan, telefonlarga o'rganib qolgan bo'lsa, bemalol shu mashqlarni qildirsangiz bo'ladi. Ham foydali bo'ladi, ham yassi oyog'iga zo'r natija qilsangiz bo'ladi uyda turib ham. Bu mashqimiz ikkita shar olamiz. Ikkita sharni oyog'ini tovon qismiga qo'yib, ha deb aylantiramiz. Bu tomon chapga 3 marta, o'ngga 3 marta, shunaqa qilib 6 marta qaytaruvdan qilishimiz kerak. Endi bolamiz yoshligi uchun ozgina qilishda qiyinchilik bo'lyapti. Kattaroq bolalar ham bemalol qilsa bo'ladi buni. Qil buni. Bunisi oyog'ingda. Bunisi oyog'ingda. Qilaver. Qattiq bosib qilaver. Bu 5-mashqimiz juda qiziq. Eng asosiysi yassi oyoqlikni 100% davolaydigan mashqimiz mana shu. Bolam, boshla. Oyoq barmoqlari bilan mana shunaqa sochiq yozasizlar, sekin-sekin yig'ish kerak. Yig'ish ham shart emas, asosiysi mana shu barmoqlarni ishlat bolam. Ishlat. Barmoqlarni ishlashi, chunki har bitta keladigan barmoqqa keladigan paylarimiz oyoqni pastki tovon qismidan o'tadi. Ishla. Yig'aver. Yig'aver. Agar bolangiz yig'a olmayotgan bo'lsa, o'zingiz ham bemalol turib, o'zingiz ham yig'ib bolani qiziqtirib, qani kim birinchi qilamiz deb mashqni qildirsangiz ham bo'laveradi bemalol. Bu bizani birinchi darsligimiz. Bu asosan oyog'ida muammosi bor bolalar uchun, hammasi uchun foydali. Sog'lom bolalar ham bemalol qilsa bo'ladi. Videoda kamchilik bo'lsa, sekin-astalik bilan to'ldirib boramiz. Bundan-da qiziq, bundan-da yaxshi videolarni shu kanalimizni kuzatish davomida ko'rib borasiz.